Yana Hoji ota mahallasi. Nimaga? Chunki bu yerda yangi uchastkalar, yangi mahallalar, sentralniy kanalizatsiya bor, gaz, tok, suv bor, havosi zo'r. Bu tarafda 8 ta qurilgan kottejlarimiz hammasi sotib bo'lindi, 6 tasi topshirildi, yana 2 tasini topshirib beradigan bo'lsak bo'ldi. Endi bu tarafiga o'tamiz. Bu tarafimizda ham 6 ta birma-bir bitotdi. Bu kattaroq, bu 8 sutuli oldi tarafiga tushgan imoratlarimiz, bu tarafda orqa tarafiga tushgan edi, noodatiy. Narxi ham zo'r, narxi ham 135 mingga sizlarga patquluch 6 ta xonali, 8 sutuli uchastkani qo'lingizga topshiramiz. Uyimizning fasadi, darvozasi. Kirib kelganimizdan keyin bismillah, mashina qo'yish uchun yetarlicha joylarimiz bo'ladi. Bardakka e'tibor bermaysizlar. Malyarka ishlari, hamma ishlarimiz ketyapti jarayonda. Hovlilarimiz bor, orqa tarafda mana hovlimiz ham bo'ladi. Kirib keldik, chap tarafdan boshlaymiz. Ichida sanuzeli bo'ladi. Bitta yotoqxona kattalar uchun birinchi etajda bo'ladi. Bu ochiq studiya formatda xohlasanglar mehmonxona qilasizlar. Bu tarafini oshxona qilamiz. Xohlasanglar bo'lib ham beraveramiz. Ikkinchi etajga chiqib kelishimiz bilan 4 ta xonamiz birinchisi. Chap tarafdan boshlaymiz. Bitta katta xonamiz bo'ladi. Buni xohlasanglar mehmonxona qilsanglar bo'ladi. Ikkinchisi, bolalar uchun yotoqxona qilsak bo'ladi. Umumiy sanuzelimiz bo'ladi. Bunisini ham bolalar uchun yotoqxona qilsanglar bo'ladi. Bu endi 4-xonamiz bo'ladi. Buni kattalar uchun yotoqxona qilsak bo'ladi. Ichida o'zini sanuzeli bo'ladi. Mana biz kirib chiqqan uchastkamiz. Bu tarafda ham bemalol qo'shni bo'laman desanglar, aka olaman deydigan bo'lsanglar ham bo'laveradi. Yana bitta to'g'rida, yana bitta chap tarafda bo'ladi. Bunisi tarsovoyda bo'ladi. Agar bu yerda ham bitta uchastkamiz bor. Siz sababli sotadigan bo'lsak, sababchisi bo'lib qoladigan bo'lsak, bu sizga bitta yangi iPhone va'da qilamiz. Yaqinlarga tez jo'natib tashlaymiz. Yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yamiz. Rahmat.